insonlar seni maqtashini orzu qilma, lekin ularga kulgu ham bo'lma. Nuh alayhissalom. Yaxshi ulfat bamisoli attordir. Attordan biror narsa olmasang-da, uning xushbo'y hidlaridan bahramand bo'lib turasan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Mukofot niyatga yarasha bo'ladi. Kimning niyati oxirat dunyosi bo'lsa, Alloh uning boyligini qalbiga joylashtiradi. Ishining barakasini beradi. Rizqi to'kin sochin bo'ladi. Kim dunyo havasiga berilgan bo'lsa, Alloh uning kelajagiga faqirlik yuboradi. Puli boru halovati bo'lmaydi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Allohdan biror narsa so'rasangiz, doim butun, ko'proq so'rang. Zero kimdandir emas, butun olamlar Parvardigoridan so'ramoqdasiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Allohdan so'raganingizda Firdavsni tilang, chunki u jannatning o'rtasi, eng yaxshi yer sanaladi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Biror narsada hayosizlik bor bo'lsa, oxiri ayanchli tugar. O'sha narsada hayo bo'lsa, yanada ko'rk, jilo beradi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Ota-onani rozi qilgandan Alloh ham rozi. Ranjitsa Alloh ham xush ko'rmaydi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Siz yaqinlaringizga boylik bilan baxt bera olmaysiz. Ularga baxt beruvchi narsa sizning tabassumingiz va go'zal axloqingizdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Salom alik bilan bo'lsa ham qarindoshlik rishtalarini bog'lab turing. Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Rizqi butun va umri uzoq bo'lishini istagan kishi qarindoshlik iplarini uzmasin. Muhammad sallallohu alayhi va sallam.